Hammaga assalomu alaykum. Bugun turk tili milliy sertifikatda dinlama bo'limida keladigan xarita dinlama haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, xarita dinlamada nima bo'ladi? Xarita dinlama o'qib eshittirishdan oldin, ya'ni tinglatirishdan oldin sizga qarab olish uchun 30 soniya vaqt beriladi. Bu xarita dinlama sinovda 5 ta savol bilan keladi. Ya'ni 19 dan 23-savolgacha bo'lgan savollar xarita dinlamaga tegishli bo'ladi. Undan oz yoki undan ko'p bo'lmaydi. Xarita dinlamani to'g'ri yechish, avvalo uni tushunish uchun bizga ma'lum so'zlar kerak bo'ladi. Ya'ni dunyo taraflari bilan bog'liq, yo'l bilan bog'liq, binolar bilan bog'liq va ba'zi bu bilan bog'liq fe'llarni bilsakkina biz bu xaritani to'g'ri tushunamiz va savollarni yaxshi yecha olamiz. Demak, birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgan so'zlar qatorida dunyo taraflari turadi. Bular shimol, janub, g'arb, sharq biz bilgan. Bularning turkchasi esa kuzey, shimol, guney, janub, dovul, sharq, bati, g'arb deb tarjima qilinadi. Bulardan kuzey, dovul, shimoliy, sharq, guney, dovul, janubiy, sharq, guney, bati, janubiy, g'arb, kuzey, bati esa shimoliy, g'arb deb tarjima qilinadi. Sinovda asosan mana shu 4 ta asosiy dunyo taraflaridan tashqari bu hozir yana qo'shimcha ko'rib o'tgan 4 talasini ham bilishimiz muhim. Chunki oxirgi vaqtlarda ko'proq bulardan kelyapti. Chunki bular shimol, janub, sharq, g'arbdan ko'ra birozgina qiyinroq, biroz kafa qarshittiruvchi so'zlardir. Xo'p, demak, aytib o'tgandek dunyo taraflari, arayonlar o'sha yuqorida aytganim, mana shu yerda turkchasi va o'zbekchasini berib qo'ydim. Yo'l bildiran ifodalar. Bular nima degani? Shimol tomonga, janub tomonga, sharq tomonga degan ifodalar keladi dinlama matnda. Ya'ni janub tomonga biroz yuring. O'ng tomonga yurganingizda deylik bir bino chiqadi kabi ifodalar bor. Ularni bilishingiz kerak. Keyingisi esa konum, ya'ni yo'l birlashimlari. Binoning kuzeyida, binoning shimolida bir park bor deyishi mumkin masalan, yoda parkning dovusida bir sport saloni bor deyishi mumkin. O'shaning uchun bularni ham yoddan bilishingiz kerak bo'ladi. Harakat, ya'ni dunyo yo'li. Kuzeyga do'n, shimolga buril, shimol tomonga buril, ya'ni guneyga git, janub tomonga yur, batiga davom et, g'arb tomonga yurishda davom et deb tarjima qilinadi. Sinovda cho'q chiqqan yo'l qarshilashtirmalari. Masalan, kuzey qismi, shimoliy qism, binoning kuzey qismi yoda no'sin okulun kuzey qismi diyebilir. Bularni ham shuning uchun bilishimiz kerak bo'ladi. Xarita dinlama uchun muhim so'zlar esa yo'l va konum kelimalari, o'ng, chap, yonida, orqasida, tagida degan so'zlar bular. Ya'ni qarshisida, orasida, burchagida bu so'zlarni bilishimiz kerak bo'ladi. Harakat, yo'l ta'rifi fe'llari, ba'zi fe'llar bor doimiy ishlatiladi xarita dinlamalarda. Bular do'nmak, davom etmak, geçmek, yurmak, ta'qib etmak, girmak, chiqmak va ulashmak so'zlaridir. Xo'p, yerlar va yapılar deyapti. Bular binolar, qurilishlar bilishimiz kerak bo'lgan. O'sha bino, girish doim xarita dinlamada bo'ladi. Chiqish uchrashi mumkin. Yo'l, jaddi, ko'prik, park, bog'cha, ota park, resepsion, tualet, ba'zan WC shaklida uchraydi. Kafeteriya, kutubxona, ma'aza, bunlari biz bilmamiz kerak. Konum bildiran ifodalar esa hemen sonra, darhol, keyin, ana shu yerda joylashgan ma'nosida. Biraz ilerida, salgina oldiroqda, en sonunda,
oxiridagi xona deyishi mumkin masalan. Ilk, ikkinchi, birinchi, ikkinchi, tam yonida, shundoqqina yonida joylashgan magazin deyish mumkin. Tam qarshisida, to'g'risida, ro'parasida. Bu so'zlarni, ifodalarni ham bilishimiz kerak bo'ladi. Xarita dinlamasida tuzak olan kelimalar demiş. Mesela kapalı, açık, eski, yeni, anahtar, küçük, büyük demiş. Bunları biliyoruz zaten kolay bir, iki kelimeler ama diyebilir. Mesela kapalı olan binanın yanında diyebilir. Biz kapalı'yı duyduktan sonra o binaya, o görsele yo'llanacağız, unga qaraymiz, lekin uni yonidagi deb bizni chalg'itishi mumkin. Yana o'sha yangi binoning kuzey tarafida deyishi mumkin. Biz o'sha binoga qaraymiz, kuzey tarafida deganini hayolimizdan qochirishimiz mumkin. Yo'lga ilgili kelimalar debdi. Bu yerda ham yo'l, jaddi, sokak, ana yo'l, yan yo'l, patika, küçük yo'l, tunnel, ko'pri, viaduk, bunları bilmemiz gerekiyor. Kavşak, dönüşler harita dinlamalarda juda ko'p keladi. Bular o'sha kavşak, chorraha, 4 yo'l og'zi, o'sha 4talik chorraha yoki T kavşak. Agar 3ta buriladigan yo'l bo'lsa, T kavşak bo'ladi. Agar 4ta tomonga ketadigan yo'l bor va o'rtasi o'sha dumaloq bo'lsa, u yuvarlak kavşak bo'ladi. Ularni ham bilishimiz kerak bo'ladi. Ko'sha, konum debdi. Ko'sha, burchak ko'p keladi. Masalan, o'sha yo'lning ko'shasida, burchagida joylashgan deyish mumkin. Sağ, sol ko'sha, o'ng ko'sha, arka ko'sha. Bularni bilishimiz kerak. Konum ifodalari yo'lun sonunda, yo'l oxirida, yo'lun boshida, ya'ni kavşak bilan bog'liq yuqorida ko'rib o'tdik so'zlar bor. Yana o'sha sinovda chiqadigan tuzoqlar, ya'ni adashtiradigan so'zlar demoqchi edim bu yerda. Kapalı yo'l, geçiş yok, tek yo'l, çift yo'l, alt geçiş, üst geçit, tek, bitta, yakka, çift, ikkita. Bularni biror bir matnni o'qiganda tushunishimiz, bilishimiz mumkin, lekin dinlamani o'qiyotganda biroz chalg'ishimiz mumkin. O'shaning uchun yaxshilab, yodlab, takrorlab olishimiz kerak bo'ladi. Keyin ta'lim bilan bog'liq dinlamalarda masalan ta'lim bilan bog'liq derken bir universitetni yoki maktabni binosi tanitilishi mumkin. U yerda ba'zi xonalarning nomini topish xohlanishi mumkin yoki bir hastane, ya'ni kasalxonani xonalari haqida, binosi haqida, kampusi haqida bo'lishi mumkin. Mana bu belediya, postane, polis karakoli, itfaiya, hukumat binosi kabi binolar ham dinlama matnlarida keladi. Alış-verish bilan bog'liq bir kafe, restoranni krokilari berilishi mumkin. Konut, ev, apartman, otel, pansion, bular ham keladigan so'zlar. Diniy, o'sha jami, kilise, tapınak, muzey, teatro, sinema, bunları da bilmemiz gerekiyor. Demek sizga xarita dinlamada mana shunaqa 4ta xaritadan biri rangli ham kelishi mumkin yoki umuman rangsiz oq-qora chiziqlardan yoki xonalar va ularning nomlaridan iborat bir xarita ham kelishi mumkin. Qaysi kelganda ham sizga o'sha harflar berilgan bo'ladi va yoniga siz qaysi binolarni topishingiz kerakligi yozib qo'yilgan bo'ladi. Yuqorida aytganimday 19 dan 23 gacha 5 ta savol bo'ladi. Ya'ni sizda 5 ta topishingiz kerak bo'lgan bino yoki joy bor. Mana shunaqa xarita bo'lsa, mana bu o'sha siz topishingiz kerak bo'lgan savollar, masalan, mana bu A bo'lishi mumkin, bu D bo'lishi mumkin yoki bu F bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'ladi va xaritani yonida doim mana bunaqa kuzey, güney, doğu, batı yozilgan bo'ladi, lekin mana bu yerdagi ara yo'nlar yozilmagan bo'ladi. O'shaning uchun sizga xarita berilganda 30 soniya vaqtingiz bor qarab olish uchun dunyo taraflarini tezgina belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Asosiysi mana bu ara yo'nlarni yaxshilab yozib,
xaritada ko'zga tashlanishi mumkin bo'lgan binolar bo'lishi mumkin, yoki aytaylik mana bu yerda ko'l bor, mana bu yerda bitta daraxt bor, oldida bitta daraxt bor deyish mumkin. Ularni yoki yozuvlar bo'ladigan bo'lsa, kavshak bo'ladigan bo'lsa, yaxshilab belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu dinlama o'qib eshittilayotganda xaritaga qarab yetishimizni osonlashtiradi. Mana shu xaritani va ochiqlamalarini videoni pastida joylab qo'yaman. Bemalol olib, yodlab foydalanishingiz mumkin.